Anchadan beri video qo'ymay turdik. Surxondaryodan akamiz Cobalt avtomatlarovkani olib kelishdi. 4 pokoleniya gaz bilan uстановка qilingan, metan uстановка qilingan. Bu yerda biladigan kamchiliklar haydab kelib, o'zi 120 dan mo'jin o'tmayapti deyotdilar. Programmalarni, korobka motor programmalarini qildik. O'zimiz misol uchun natija zo'r deganimiz bilan endi hamma gapni klientni o'zlari aytganlari ma'qul. Akamiz bitta qani haydab ko'raylik aka. Gazdami? Mo'jini o'zi spokойно haydalgan payti ham o'zi riski оборот olib ketaveradi. Dalnilarda ham misol uchun avgunga chiqaman deb gazni polikkacha bosilgan payti ham mo'shin o'lib qolmaydi, sraz оборот olib ketaveradi. Endi biza mo'shin zo'r bo'ldi, akalar programma vibes zo'r bo'ldi deganimiz bilan klientni o'zi mo'shinda zarracha o'zgarish bo'lsa ham sraz rezultatni biladi. Любой klient mo'shinni tushunmaydigan odam ham, tushunadigan odam ham klient o'zi mo'shin haydab yurganligi uchun mo'shinda qanaqadir o'zgarish bo'lsa biladi. Hozir akamiz o'zlaridan so'raymiz. Aka mo'shin mana haydab ko'rdingiz, undan oldin qanaqa edi, hozir qanaqa bo'ldi aka? Hozir oldingidan ancha o'zgardi. Вообще aytaman, umuman kapot emas mashina. Biz benzinda bo'lsa ham qumli joy bo'lmasa umuman kapot emas. Hozir gazda konditsionerni yoqib qo'yib haydadik. Gap yo'q, Mo'min aka sizga katta rahmat. Mana shuncha joydan keldingizki, sizdan ham rozi bo'lsin, barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Shuncha joydan keldingiz, afsuslanmadingizmi? Eng muhimi. Men sizga aytayapman, birinchi marta videoda Instagramda ko'rgan, mana shu aka menga dardimga shifo mana shu aka deganman-da. Shu qancha bo'lib ketdi lekin bir kelaman deb mana bugunga nasib qilgan ekan, keldik. Rahmat sizga. Gap yo'q, mashina oldingidan ancha zo'r, tortishi. Akajon sizga ham katta rahmat, shuncha ishonch bildirib, oldimizga shuncha yo'l bosib kelganingiz uchun. Misol uchun shu shu Surxondaryodan Shayxgacha nechta usta bor. Rizqimizni Alloh qo'shib qo'yibdi ekan, bugunga taqdir qilibdi ekan. Mana akamiz ishonch bildirib, mana svitor ishlamaydi, o'taring. Ishonch bildirib oldimizga olib kelishdi. Mo'shinni individualniy qilib programmalarni, korobka motor programmalarini yozib berdik. Gazlarning regulirovkalarini qilib berdik. Nima kamchiliklari bo'lsa, barisini ideal qilib berdik. Shu xizmatlar bo'yicha pastki nomerga telefon qilaverasizlar. Akalar ishlaringni imkon qadar Xudo xohlasa sifatli a'lo darajada bitirib beramiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.